Assalomu alaykum do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan Abduhalim Bro. Albatta obuna bo'ling va bizni kanalimizni kuzatishni davom eting. Rossiyada o'zbekistonliklarga nisbatan yana bir kamsituvchi munosabat bo'ldi deb yozadi Rasul Kusherbayev o'z Telegram sahifasida. Men ko'rishdim mana bular bilan, hamma yaxshi ekan. Yaxshilik qilaveradi. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar doim. Просим располагаться по своим местам, уважаемые друзья. Через 4 секунды мы будем продолжать этого торжества, этого прекрасного вечера, друзья. Не покидайте, со спокойной душой сели, покушайте, уважаемые друзья, все в порядке. Добрый вечер, граждане и гости Российской Федерации. Внимательно меня послушайте. Работает полиция Главного управления ГУ МВД России по Красноярскому краю. Всем находящимся здесь предоставить документы для проверки. Прошу сохранять спокойствие. Обращаю ваше внимание, что в случае неповиновения или оказания сопротивления может быть привлечены к административной или уголовной ответственности. Спасибо за внимание. Adolat, do'st va dushmanlar shuning uchun Xudo xohlasa bilan Куда? Стоять. Куда не проверить? Слева, да? Сейчас мы проверим, все ли в порядке. Дальше. И рукой комиссию предоставить спонсор. Rossiyada o'zbekistonliklarga nisbatan navbatdagi kamsituvchi munosabat deb yozdi Rasul Kusherbayev o'z Telegram kanalida. Videoga ko'ra, Rossiyaning Krasnoyarsk shahrida Rosgvardiya xodimlari Jaloliddin Ahmadaliyev konsertiga bostirib kirib, u yerda shaxslarni xizmat iti bilan tekshirgan. Bir guruh erkak yelkama-yelka saf tortqizilib olib chiqilgan, ayrimlari qo'llari orqaga qilingan holatda olib ketilgan. Bu Rossiyaning anti-migratsion siyosati natijasi bo'lib, ochiqchasiga boshqa millatlarni kamsitish va mazax qilish ekanligini ko'rsatmoqda, deb yozadi Rasul Kusherbayev. O'z o'rnida O'zbekistonda ham rossiyalik va ko'plab san'at va madaniyat vakillarining konsertlari uyushtirilayotgan bo'lsa-da, biror bir marta ham O'zbekiston huquqni muhofaza qiluvchi idoralari bu kabi reyd va bosim holatlarini qilmagan. Darvoqe, bu gaplarimiz uchun rossiyaliklarning o'zbekistonliklarga qarshi barcha kamsituvchi harakatlarini oqlaydigan O'zbekistondagi kremparast faol fuqarolarimizdan javob kutamiz. Marhamat, istaganlaringcha bizga loy chaplang, og'alaringizni esa ko'kka ko'taring, deb yozadi Rasul Kusherbayev o'z Telegram sahifasida. Ha do'stlar, shunaqa gaplar. Xabarlarga ko'ra, Ichki ishlar vazirligining viloyat bosh boshqarmasi Federal xavfsizlik xizmati va Rossiya Milliy gvardiyasi maxsus bo'linmalari xodimlari o'zbekistonlik xonanda Jaloliddin Ahmadaliyev konserti berayotgan ko'ngilochar maskanda reyd o'tkazib, 620 nafar mehmonni, jumladan 210 nafar xorijlikni tintuv qilgan. Bu tintuv Rossiyaga xorijdan borgan chet el fuqarolari va giyohvand moddalar savdosi
bilan shug'ullanishi mumkin bo'lgan shaxslarni aniqlash maqsadida o'tkazilgan. Ularda taqiqlangan narsa yoki moddalar topilmagan. Shunday bo'lsa-da 26 nafar xorijlik politsiya bo'limiga olib ketilgan. Ulardan 8 nafari Rossiyada noqonuniy bo'lgani aniqlangan. Reyddan so'ng politsiya xodimlari tomonidan chet el fuqarolari yoki fuqaroligi bo'lmagan shaxslar tomonidan Rossiyaga kirish yoki u yerda bo'lish, shuningdek immigratsiya qoidalarini buzganlik uchun jami 19 ta ma'muriy bayonnoma tuzilgan. Bundan tashqari Rossiya Jinoyat kodeksining 322-moddasi chet el fuqarosi yoki fuqaroligi bo'lmagan shaxsni noqonuniy ro'yxatga olish bo'yicha 3 ta ish to'plangan. Mazkur holat yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda.